betda hisobingizni to'ldirish uchun siz o'z hisobingizga kirishingiz kerak. Keyinchalik profil menyusiga o'tishingiz va yashil to'ldirish tugmasini bosishingiz kerak. Keyin usul tanlash menyusi ochiladi. Bu yerda siz kriptovalyutalar, elektron hamyonlar yoki bank kartalari kabi usullarni tanlashingiz mumkin. O'zbekistonlik o'yinchilar uchun pul o'tkazishning eng tezkor usuli bu Humo va Uzcard bank kartalaridir. Usulni tanlagandan so'ng siz depozit miqdorini ko'rsatishingiz kerak. Keyin tasdiqlash tugmasini bosing va shaklni to'ldiring. Karta raqamini va uning amal qilish muddatini, so'ngra karta egasining ismini ko'rsating. Keyin SIM-dan kodni kiritishingiz va yuborish tugmasini bosishingiz kerak. Pul 1 daqiqa ichida kiritiladi. Agar mablag' olinmasa, muammoni hal qilish uchun qo'llab-quvvatlash xizmatiga yozing.